Men ham hozir nafaqada bo'lsam ham tizimdagi bo'layotgan islohotlarni, o'zgarishlarni faol kuzatuvchisiman. O'z ko'zim bilan ommaviy axborot vositalarida, gazeta va jurnallarda yoritilganini ko'ramanki, demak, bizda hayotimiz ishonchli qo'llarda. Mana prezidentimiz tomonidan qabul qilingan farmonlar, qarorlar meni juda xursand qildi. Favqulodda vaziyatlarni bartaraf etgandan ko'ra, uni oldini olgan afzal. Hozir Favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimida profilaktika katta e'tibor berilib, aholi o'rtasida tushuntirish ishlari keng yo'lga qo'yildi. Oliy maqsad shundaki, olib borilayotgan islohotlar, sa'y-harakatlar yoki tizimdagi o'zgarishlar inson hayotini saqlab qolish va insonlarning omon qolishini kafolatli ta'minlab berishdan iborat. Men istardimki, qarorlarimiz ham ta'kidlaydi, har bir odam qutqaruvchi, har bir odam najotkor bo'lishi kerak. Favqulodda vaziyatlar vazirligining olib borayotgan ishlari demak to'g'ri yo'lda. Men bu soha bilan faxrlanaman. Tizim bor ekan, aholini xavfsizligiga ishonchli qo'llarda.